Mani ismim Abdunazarova Malika. Men vrach shifokor radiologman. Hozirgi vaqtda Vrachlar malaka oshirish markazini rahbari bo'laman. 3 ta qizim bor. Toshkent shahar Kanada maktabida o'qishadi. Katta qizim 11-sinfga o'tdi, ikkinchi qizim 10-sinfga o'tdi va kichkina qizim 4-sinfga o'tdi. Oldingi maktabda juda ham tortinchoq bo'lishgan. Kanada maktabiga o'tgandan keyin ancha ochilib, emotsiyalarni erkin bildira oladigan qizlar bo'lishdi hozir. Yana bu maktabning eng yaxshi xislatlaridan biri bolalarga juda ham qattiqqo'llik bilan dars o'tilmaydi. Bolalar o'zini juda erkin his qiladi va mavzuni menimcha bunaqa sharoitda yaxshiroq tushuna oladi. Men uchun bolalarning so'z erkinligi bo'lishi juda ham muhim hamda maktabda bullying bo'lmasligi. Chunki ko'p maktablarda bullying juda ham rivojlangan. Bu maktabda bu narsa juda ham chuqur nazorat qilinadi. Shunisi bilan yoqadi.